bir g'arib barmish. Bir g'arib barmish, g'aribligini hech kim bilmaydigan, ham bildirmaydigan. Yiroq-yiroqlarda bir dardi barmish, hech kim manzilini bilmaydigan, ham bilsimi yetanmaydigan. Bilmasmish hech kishi uning dardini, hatto o'ylabmi sanmasmish. Xuddi o'ziga yarashgan bu g'aribligining jakarlanmagan tuyg'ularda o'z qo'ynini topqaniga o'xshash. Bilmaymish hech kishi uning dardini, hatto g'aribligini. Bilarmish faqat tashqi qiyofatdagi so'lg'un siyoqni. Kishilar faqat bir g'arib barmish deb bilarmish. Tafsilotini aniq bilmasmish. G'arib kishi g'aribmi yoki dardi g'aribmi? Dardi g'aribmi yoki o'zi g'aribmi? O'zimi bilmasmish. G'arib tuyg'ular bilan hislari birlashganda g'arib tuyg'ulardan chekinarmish. Ammo yanada g'aribligini so'yarmish. Yolg'iz qolgan, yolg'on turgan tuyg'ulardan g'aribligini toparmish. Unutay deydilarki g'aribligini, ammo bo'lmasmish fursat. Har aloqalari va chatga qiqilgan vaqtlari yana g'ariblik ko'chisiga boshlamish. Tartalmasmish o'zini har qatimliq tuyg'uning yolg'izligidan. Dardi kulsa unutuymish har g'aribligini. Ammo dardi kulgan minutlar asla kelib baqmasmish. Bir g'arib tuyg'u barmish, o'zini so'yadigan. Bir g'arib barmish, o'ziga ishonadigan. Bir g'arib barmish, g'aribligini hech kim, hech kishi, hech birlariga zinhor tinmaydigan. Faqat o'zila o'z g'aribligini tonuydigan. G'arib kishi g'aribmi yoki dardi g'aribmi? O'zi kulsa g'aribligini unutarmi yoki dardi kulsimi?